Yarim tun. Qorong'ulik tushib, odamlar orom olayotgan paytni ayrimlar qing'ir rejalarini amalga oshirish uchun qulay fursat deb biladi. 2002-yilda tug'ilgan Navbahor tumanida yashovchi yigit tumandagi maishiy mahsulotlar do'konini o'marish uchun yarim tunni tanladi. Avvaliga shisha eshikni sindirishga urinadi. Uddasidan chiqmagach, tuynik orqali kirishga qaror qiladi. Kuzatuv kameralarida muhrlanib qolgan tasvirlar kun kelib tilga kirmasligi uchun uni ham ishdan chiqarishga urinadi. Afsuski, shovvozning harakatlari ish bermadi. Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash xizmati monitoring markaziga kelib tushgan tashvish xabari tufayli voqea joyiga yetib kelgan tezkor guruh qo'riqlanadigan obyekt yaxlitligi buzilganligiga guvoh bo'ldi. Xodimlarning sinchkovligi va tezkorligi natijasida qonunbuzar shu zahotiyoq jinoyat ustida qo'lga olindi. Qing'ir niyat bilan boshlangan har qanday ishning oxiri xayrli bo'lmaydi. Endi yigit ham qilmishlari uchun qonun oldida javob berishga majbur. Yuqoridagi holat esa fuqarolar xavfsizligi ishonchli qo'llarda ekanligini yana bir karra isbotladi.